Hammaga salom do'stlar. Men o'sha Minecraft. Bugun men xullas o'sha qamoqdan qochdim videosini 3-qismini olaman. U qismda sal qolsa men tushib ketarim. Xullas qismda ajdarni o'ldirsak bo'ldi. Mod qo'shganimga mod mana bunaqa chiqarib qo'yibdi. Bu juda ham yaxshi. Super setda survivalda ajdar yo'q qilgan videoyim ko'ra olmadingiz. Mana shu deb tasavvur qiling. Yaxshi. Ajdar bitta kristal. Hal nariga chang ketmadi-yu, ha mayli. Bunga o'q uzamiz. Komand o'qlaymiz-da. Nariga o'q uzamiz. Tegdimi? Yo'q, tegmabdi o'ylabdi. La'nati tupurma, la'nati. Yo'q. Yaxshi qanotlarga otishga ulgurdim. Bo'lmasam tamom edim. Aniq tamom edi. Bu yerda mening anaqa reaksiyamni bilishingiz mumkin. Agar reaksiyam qattiq bo'lmaganda, albatta o'lar edim. Qalqonim borligi ham biroz foyda beryapti. Mana shu joyda elektro berishgani undan ham zo'r. Qani nishonga olamiz, otamiz. Nishonga olamiz. Sal noto'g'ri ketdi. Zombidan tushgan qilich bilan bu g'ijimni o'ldirish ham qiyin bo'lmasa kerak. Foyda yo'q. Bu safar tezligim yetmay qoldi. Endermenlar ham orqamdan quvdi. Ha. Yo'q, burchak kelinma. Tezroq mana bu yerda. Qo'lda bo'lsa ham tezroq sindiray. Axir sindirmasdan buni yorishga iloji yo'q. Botga o'xshab kirga berishmabdi. Bedrock Edition'da bu teshiklardan o'tishning iloji yo'q. Tezroq sinsangchi. Yo'q, oxir. Buni yeymiz. Bu eng asosiy jang. Axir to'g'ri-da. Eng asosiy jang. Bu eng asosiy jang bo'lmasa qanaqa jang bo'lsin? Bu ender g'ijim bilan jang. Ana. Lekin o'rtasidan ham urishning iloji yo'q. Tushdim. Ammo ursa bo'larmikan? Urdimi? Va nariga kristalgacha kamonimni o'qqa yetib bordi, yaxshi. Menimcha kristal qolmadi. To'g'risini aytsam, hozir elitrada bo'lganimga juda ham oson bo'ldi. U yog'ini qaramaymiz. Tezroq. Yo'q. La'nati. Dragon g'ijim dragon. Xullas do'stlar, bir yomon xabar bor. Menimcha men montaj payti ko'rsam kerak. Ajdarni o'ldirgan yerim umuman videoga yozilmay qolibdi. Sen kreativda o'ldirgansan deganlar uchun isbot. Shu videoda post joylayman. O'sha postda men bir marta rasmga olgan edimda. Hozir ishonmasangiz, dragon ham yo'q bo'lgan. Yo'q, menga u kerak emas. Tushdim shunda. Hozir uxlab olamiz. Hozir men sizga ko'rsataman. Mana.
bent qanotlar taqamiz va uchamiz. Mana dragonni yo'q qilganimga isbot. Mana yerda ozroq darajasi ham qolib ketgan. Mana tuxumi ham isbot bo'lib turibdi. Men sizlarni aldamasam kerak, dragonni yo'q qilish menga hech qanaqa ish emas axir. Men dragonni yo'q qilganimni isboti tuxum. Ishonmasangiz kreativda o'ldirdi deyayotgan bo'lsangiz esa men o'sha o'z kanalimga post joylab qo'yaman. U postda xullas ko'rsatilgan dragonni yo'q qilganimdan keyin rasmga olib olganman. Hali bilmayman, balki videoga tushgandir, ammo boya dragon tupurganda menimcha o'shanda o'chirib qo'ydim. O'shandan keyin yoqish esdan chiqibdi va men sizlarga qarab gapiraveribman. Xullas ko'rib turibsiz, men montaj payti o'sha rasmni videoga qo'shib yuborishga harakat qilaman. Agar qo'sha olsam ko'rasiz, qo'sha olmasam afsusdaman. Xullasda tushundingiz-ku. Ajdarda tuxumini olib olamiz. Chunki kerak bo'lmasa ham bu ajdarda tuxumi to'g'risini aytsam bu bebaho emas, dabdala tuxum ekan. Xullas bunday qilamiz va portalga sakraymiz. Meni isbotlarim ham bor. Xullas mayli, hamma narsa epik chiqdi va o'shani olishim ham keldi. Mana bu tugma mening ichkariga kirish kalitim. To'g'rirog'i. Mana hozir zo'r ish qilmoqchiman-da. To'pida zo'r qildim. Tugma tepaga tushib qoldi-ku, nima qilaman? Hamma ichkariga kirdi. Ha. O'sha kutgan eng kuchli aslahalarim. Ularni olib kiyib ko'rsataman. Xullas mana bunga qarang. Mana o'sha men orzu qilgan eng kuchli aslahalar. Mana yerdagi jihozlarni ham olamiz. Qilich, mana uruni. Hozir bunday ko'rinmayapti, 20 urun. Yaxshi, juda ham zo'r. Endi hamma narsani sekin olib olamiz. Mana elitra ham bor, hattoki elitrani ham olamiz. Kamonni ham, kirkani ham, hammasi kerakli narsalar. Hattoki arbalet ham. Bular esa Trendas qanaqaligi. Masalan, bunisi qaytib keluvchi. Qarmoq esa bu mes. Ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Hammasi juda ham noyob narsalar. To'g'risini aytsam, men taxlab olayin dedim. Mana hamma narsani taxlab oldim. Arbaletim juda ham tez o'qlanadi va otiladi. Bunda esa power 10 bor. Bularım ham juda ham kuchli. Agar istasangiz mana shu narsalarda to'g'risini aytsam, men anaqa qilaman. Shu narsalarda video olaman. Kim shunday qilishimni xohlasa, like va obuna bosib qo'ysin. Qanunda hammaga xayr. Xullas bu yerni ham bir rasmga olib olamiz, ya'ni tushib olamiz. Hammangizga xayr. Sog' salomat bo'ling.
Xullas do'stlar, bu video nima edi? Xullas qamoqdan anaqa qochdim va Minecraft'dagi eng kuchli aslihalarni oldim videosi. Men ajdarni yo'q qilganimni bir qismi yozilmay qolgan ekan. Mana shuni men bitta rasmga olib olgan edim. Sizlarga men xuddi o'sha bitta rasmni mana shu men aytib gapirib bo'lgandan keyin montaj payti qo'shib olaman. Xullas men shuni aytmoqchi edim. Qanunda montajda qo'shilsin. Xullas bu rasmni ham ko'rganingizdan keyin ishonmasangiz mumkin. Bundan ishonmasangiz ishonmang. Menga nima farqi bor? Xullas hammaga xayr. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Obuna bo'ling. 3 ga bo'lay.